Bugun cho'ng kichik hammamiz yoqtirib yeydigan yetuk dasturxonlarimiz ekan bo'lsa bo'lmaydigan qarko'z pechenininki oilada oddiy tayyorlash usulini sizlarga mahallab elib keldim do'stlar. Yurak berib saqlab olgandan keyin sizlarni o'rganib olinglar. Ketarlik materiallarni ekran yuziga tafsiliy yozib qo'ydim. Shu bo'yicha foydalanib olsanglar bo'ldi. Avval tayyor qilib olgan unimizga soda bilan powdan to'kib bir qor aralashtirib etgandan keyin uy temperaturasida eritilgan siriq miyimizni silib qumaltiga o'tkazib olamiz. Oxirida bir tal tuxum bilan qatiqni to'kib aralashtirib xamirga yo'g'irib olamiz. Xamirni bek kuchab uglab turib yo'g'irib etmaymiz. Xamirni 5 minut atrofida to'ndirib qo'yamiz. Bu oraliqda ichiga ketarlik bo'lgan murabbani tayyor qilib olamiz. Men bugun uydagi o'rik qiyiqini suvchilab yumshatib olgandan keyin qiyim qilish mashinasida ezib tayyor qilib oldim. Agar uyinglarda o'zinglar yaxshi ko'radigan murabbalar bor bo'lsa, shuni ishlasanglarmi bo'ladi. Ambal yuziga ozroq un sepib etgandan keyin xamirni bekmi qilin emas, bekmi biz holatda 4 chas qilib ichib olamiz. Andan videoda ko'rsatilgan bo'yicha kesib tayyor qilib olgandan keyin o'ttirsiga murabbani siqib chiqarib olgandan keyin mushi bo'yicha tugib, ustiga tuxum sirqini tekshi qilib surkab, oldin qizitilgan duxovkada 170 gradusda 25 minut atrofida pishirsak tayyor bo'ldi. Tayyorlash usuli shunchalik pek oddiy, sizlar bir qatam tayyorlab yiqishlaringizni unutib qolmanglar, amsa.